Ana odam harom pulga masjid quryapti. Tosh ot unga, tosh ot. Bunisi kitobxonman deb bizni yo'ldan uryapti. Tosh ot. Angrenda 4 ta pedofil bitta 15 yoshli qizni bir necha oydan beri zo'rlashdi. Internetda bittasi qattiq o'sirib qo'ysa bizdan emas deb qo'lini ko'yisiga urib dushman qilib ko'rsatadi hammaga. Lekin ana yerda 4 ta gandon Angrenda bitta qizni bir necha oylab 15 yoshli qizni xohlagan narsasini qilib zo'rlasa hech kim indamaydi. Hamma ochkisini taqib cho'pay bilan mana aqalli yurishadi. Nima bo'ldi deb eshitmaganga solib. Amerikada shunaqa narsa bo'lsin, odam o'ltirgandan battar jazo beradi. Umrini oxirigacha qamab oladi. 45 mingta qoravoylar kutib turadi. Mana qilib chavaqlab qamoqxonada. Shunaqa krisalarda juda ham qattiq jazolash kerak. Iloji boricha qamoqqa umrini oxirigacha tiqqanda ham shu shampanskiy butilkasi bilan kutib olib, o'tirgizib oxirigacha iloji boricha shu qamoqda o'lib ketmaguncha shu shampanskiy butilkani ko'tadan chiqarmaslik kerak. Chunki o'tgan yil ham bunaqa narsa bo'lgan. Hech kim hech narsa demagan. Hamma biladi nima haqida gapiryapman. Mana shu yil ham bu biz bilmaganlarni eshitdi. Bu yildan yilga ko'paveradi bunaqa narsalar. Agar chora ko'rilmasa, shunaqa голодный zver konchini pidarraslar ko'p. Onangni eshak sikka gandonlar bir qattiq jazo qilish kerak. Unaqa narsalarga shunchaki qarab o'tib ketib bo'lmaydi. Chunki kimnidir singlisi, kimnidir jiyani, kimnidir opasi bo'lishi mumkin shu narsani o'rniga. O'zingizlar shu narsaga solishtirib, bunday tasavvur qilib ko'ringlar, shu holatda nima qilasizlar? Akalar, bu narsani oddiy qo'yib bo'lmaydi. Bu narsaga qattiqroq ahamiyat berish kerak. Shunaqa pidarrazli bolalar, yoningni kerak yo'q narsalarda o'zlarini hype qiladi blogerlar, har xil psixologiya, ammologiya, buyusini ammologiya degan kerak yo'q musor narsalarni. Mana shu narsalarni rezonansga chiqaringlar. Hamma bilsin, ko'rsin, eshitsin, mana shu narsaga действие bo'lsin.